Toshkent Indeksda avtomobilingizga sifatli servis xizmatlari mavjud. Avtomobilingizga xizmat ko'rsatish yo'nalishlari: broning plyonka, tonirovka xizmatlari, shum izolyatsiyasi, polirovka, keramika qoplamasi. Avtomobilingiz uchun sifatli himoya, parvarish va estetik ko'rinish barchasi bir joyda. Barcha avtomobillar uchun salon laminatsiya xizmati 700 ming so'm edi, endilikda esa atigi 300 ming so'm. Avtomobilingizning oldi qismini broning plyonka qilish xizmati $450 edi, endilikda esa atigi $300. Barcha avtomobillari uchun 3 etapli bo'lgan shum izolyatsiya $400 edi, endilikda esa atigi $300 dan. Manzilimiz Toshkent Indeksda joylashgan B3-1005 avtoservis xizmati. Yana bir servis xizmatiga keldik. Avtomobillarga qanday xizmat ko'rsatish turlari bor? Bizda polirovka, keramika, tonirovka va shumilizatsiya xizmatlari bor. Va aynan qaysi xizmatlarga skidkalar bor? Bizda hozirda skidka tonirovkamizga qilib qo'yganmiz. $100lik tonirovkamizni $50 ga turib qo'yganmiz va polirovka keramikaga ham top taksiya qilganmiz. $300 qilayotgan polirovka keramikamizni $150 ga turib qo'yganmiz. 3 etapli polirovka va keramika bo'ladi. Ushbu servis xizmatimiz manzili Toshkent Indeks hududidagi B2-1007 do'kon. Toshkent Indeks barchasi bir joyda.